Mana haqiqiy asfalt yotqizish jarayoni. Qaranglar, mana tepalikdan pastgacha olingan bunaqasi faqat asfaltchi bolada bular zo'r yotqizilganini ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli bu. Bu yoq tomon steyshkani usti, bu yoq tomon turpoq shag'aldan boshlab qilindidan keyin ustidan zaspikalar tashlab, keyin asfaltni yotqiziladi. Robitni o'zlari Toshkentda bo'ladi ekanlar. Men xizmatimiz kerak bo'lsa aloqa chiqirdilar, asfaltimiz tayyorlar, mana ideamiz zo'r issiqqina holatdagi. Qo'lni hamma mehnatsevar bolalar. Bizning asfalt yotqizish xizmatimiz butun O'zbekiston bo'ylab mavjud. Kimga shunaqa xizmatimiz kerak bo'lsa, akalar bemalol 94 kod bilan 700505 yoki 94 kod bilan 508 qitura oluvchi raqamga aloqa qilib ko'rasiz. Jo'nlar kim nega meni chaqiryapti, katokchimiz. Bunaqa gaplar. Bugun tug'ilgan kunim. Tug'ilgan kuni bo'lgani uchun yangam va telefon tabriknomadan tabriklar qilyapti. Sevgi izhorlar. Assalomu alaykum. Mening baxtim, quvonchim. Baxtim, suyanchim bo'lyapti yangam. Eshitdinglarmi akalar? Ana sevgi muhabbat 50 ga kirganda. Telefonda tabrik jamoasidan tabriklatyapman akalar. Asfalt yotqizishda sizlarga ko'proq ma'lumot berganman akalar, keyingi videolarni ko'rishingiz mumkin. Bugun rosa charchaganman, gapirishga ancha charchadim akalar. Videoni prosta ko'rib turaveringlar, marhamat. Yana qaytarib o'taman, nomerlarni 94 kod bilan 538 qidirib olmaysiz. Bizning asfalt yotqizish xizmatimiz butun O'zbekiston bo'ylab mavjud. Hovliga ham, ko'chaga ham, zapravkalarga ham, domlani oldiga ham, yo'laklarga ham, любой joyga yotqizib beramiz akalar. Bizda barcha turdagi asfaltlash ishlari mavjud. Ilkor akam o'zi kirib bakda. Asfaltchi bolalarni yo'qotib qo'ymaslik uchun asfaltchi bolaga obuna bo'lib qo'ydi. Videolarga like bosib qo'yinglar. O'z fikringlarni izohlarda yozib qoldiringlar. Asfaltimiz qanaqa chiqadi, o'z qaringlar. Jo'rlarga bosang, sovib ketmasin. Berang, o'zim gaplashaman Diyora bilan. Diyora degan qiz tabriknoma qilyapti-da. Tug'ilgan kun pozdravlayu. Ikrom aka. Shu bilan Nurbek bizga aralashmaydi-da. Videoga like bosib qo'yib, asfaltchi bola kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Aka, sizlarga yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar. Ishingiz haqida o'z fikringizni bildirib qo'yasizlar.